Sen bo'lmaganingda hammasi yaxshi bo'lardi. Sen o'ylaysan, sen qilding. Sababchisan. Jahl, nafrat va g'azab 59 yoshli erkakning qotilga aylanishiga sabab bo'ldi. U ayovsiz pichoqlash oqibatida 29 yoshli navqiron yigitning umriga zomin bo'ldi. Uning onasiga esa og'ir tan jarohati yetkazdi. Voqea Kogon shahrida yuz bergan. Azaldan shaxsiy adovat sabab 61 yoshli ayol va uning o'g'li ayblanuvchi bilan doimiy janjallashib kelgan. Bu safargi haqoratli kelishmovchilik oqibatida erkak oshxona pichog'ini olib, dastlab avval ayolga, so'ng uning 29 yoshli o'g'liga sanchadi. Afsuski, tibbiy muolajalarga qaramay u olamdan o'tadi. Sud jarayonlarida ikkala tarafning ham fikrlari tinglandi. Lekin farzandim yo'q o'zim. Men bilan bironta savoliga javob bermayman. Hukm esa shunday bo'ldi. Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi bilan 20 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi, Jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi 2-qismi A J bandlari bilan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan uzr kesib 23 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mol dunyo, manfaatli istak va nafs. O'g'il oramizda yo'q, ona jarohatlandi. Qotil esa panjara ortiga mahkum. Balki noshukrlik hissi bo'lmaganda ushbu fuqarolarning boshiga bunday nadomatli kunlar tushmasmidi?